Qizli uyimga to'yimizdan keyin birinchi kelishim. Oxirida kim uchun kelganimni ko'rasizlar. Nostalgiya qilib o'zimni burchakchamda ovqat pishirishga qaror qildim. Dunyodagi tez pishadigan makaronlarimdan boshlab pishirishga qo'yib, samsa-bukishga bog' topolmaganim uchun tez sotib olib, terib chiqsam, tagiga qog'oz qo'yilmagani esimga tushdi. Qog'ozcha qo'yib olib, o'zimiz qilganday maqtanib olib, tuxum surtib olib, lapshalarimiz tagiga yopishib ketmasligi uchun aralashtirib olamiz. Somsalarimizni esa duxovkaga tiqib olamiz. Ungacha kotletlarimizni olib, yov-yov tomonidan qovurib olib, makaronlarimizni parini tuzlab, yog'lab, aralashtirib olib qo'yamiz. Pishib chiqqan rumyanli kotletalarimiz, somsachalarimiz ham bay bularni hidi eski onlarni eslatadi. Fruktovoy assortilarimizni yondirib olib, pomelo mevasi haqida eshitganmisizlar? Biz 3 yildan beri sevib, yeb kelamiz. Tez to'ldirib olib, ukam o'sha chetda paqqos tushirayotgan ekan. Atigi 15 minut vaqtim qoldi. Stollarni bezatishga o'tib ketdim. Stolga bor narsalarni shotir-shutur qilib qo'yib, tashab, choylarni damlashga o'tib ketdim. Bizanikiga keladigan mehmonlarimiz biri ko'k, biri qora choy ichadi. Tez qilib olib, stolimiz ustiga qo'yib olib, eshigimizni ochishga yugurib ketdim. Nakонец-то oyijonimni kutib oldim. Shunaqangi sog'inibman, dugonajonni keyin ko'rib qoldim. Oyijonim esa как всегда o'g'lini yonidan ketmaydilar. Yonimga chaqirib olib, to'yib quchoqlab turganimda Bobur aka esa go'zallikdan bahramand bo'lib turgan ekanlar. Oxiri hammani stolga yig'ib, ana bola bilan hayotimizni so'ylab berayotgandik.